Bo'ldi va nihoyat tugatdim. Uymisan uy bo'ldi o'zi ham. Hamma yerda xitoyliklar bo'z olayotganiga men ham zamondan orqada qolmay dedim-da. Bo'plabmanmi? Chiroqlar ildi, pechkalar bor, choylar qaynatyapman. Bularni hammasini artiga ko'rsatish kerak. Surdek, qani san arti bu yoqqa chiq. Anchana beri turqinga baho berganim yo'q. Uyimga baho bergur. Arti chiqsang-chi, bo'ldi, uxlayverasanmi? Uyimni qarasang, uyimni ko'rsang yana uxlab qolasan. Bu yoqqa chiqsang-chi, o'zim kiryapman. Mayli, tur. Qayerga yopib qolding? Yaramas pachoq uyda bo'lishi kerak edi-ku. Tomdamisan? Tomda pishirib qo'yibdimi lekin. Qaysi go'rda u? Artini sandig'i ochaymi yo'qmi? Ochaman yo'q. Ha, mayli ochdim. Muzurni qara. Mana buni olaman, menga kerak. Bu paqqil dog', bu devorlarni portlatar ekan. Aytgancha, meni samoda qalpoqcha bor. Endi aniq zamon bilan hamnafas bo'ldim. Eping o'zi ham, ha? Yana men hozir bu sandiqda artini kundaligini ko'rdimmi? Olaman. Birovlarda kundaligini o'qish albatta raso ish, lekin 4 ta gapi bor ekan-ku. Artini qaytib ko'rmoqchi bo'lsang, bitta olmosni eski korxonaga olib bor. Senga 24 soat muhlat. Arti kitob yozayotganda xabarim yo'q edi. Qaytib kelsa ustidan kulaman, vahaha deb. O'zi Arti qayerga ketganikidan bironta ham xat hech qanaqa belgi qoldirmagan, pachog'ali. Yo'ki, yetib keldi, Artini o'g'irlab ketishibdi-ku. Nega shu haqda boshdan o'ylamadim. Bitta olmos deyishadimi? Men ularga shuncha olmosni qayerdan topaman? Meni atagi mana buncha bor. Bitta olmos bitta Arti uchun ko'plik qiladi. Yana Arti ham pachog'ali emas-ku. Tegirmonga tushsa butun chiqadi. O'zi qaytib keladi hali. Oradan 21 soat o'tgach. Oradan 21 soat o'tdi. Haligacha hech kim buni qidirib kelgani yo'q. Nega buni oldik, ahmoq? Ha, men ham shuni aytaman. Boy tanishlarim bo'lmasa, o'zim boy bo'lmasam, nima kerak edi meni ushlab? Aldama, seni qo'shdi. Uni uyida juda ham ko'p olmoslar bor, men bunga aminman. Ahmoq, nega unda o'shani uyiga bosqinchilikka kirmadik? Men hammasini o'ylab qo'yganman. Agar biz qishloqini ushlab kelganimizda, uni archa qidirib kelardi. Bu pachoqda esa bitta ham olmos yo'q. Biz buni ushlab keldik, endi qishloqqa o'zini olmoslarni bizga olib kelib beradi. Ahmoq, shunchaki olmoslarni o'g'irlasang bo'lardi-ku. Ha, to'g'ri. Mayli, olmoslar baribir hozir o'z oldimizga keladi. Oradan deyarli bir kun o'tdi, lekin Artidan haligacha darak yo'q. Menimcha o'zim qidirishga boraman shekilli. Kerakli darslarni olib, mana bunda 4 ta buyurtma qilganda bir stak kelibdi. Balki Artini shu garmashtirib o'rarmiz, a? Mayli, muhimi shoshilish kerak. Artini chopib yuborishmaslaridan oldin. O'zi eski korxona qayerda edi-ya? Qayerda? Menimcha u tarafda edi. Ana, yaqin ham kelib qoldik. Bu ketishda Artini chopib yuborishguncha albatta endi boramiz. Qiziq, Artini qayerda ushlab turishgan ekan? Qani kiraylikcha sekin-sekin. Mana bu eshik bo'lsa kerak. Boshqa nima bo'lardi? Teshik bo'lardi. Qani la'natni sig'mayapman-ku. Bu raso eshiklari mayli, eshikjon o'zing so'rab olding lekin. Endi ozgina bu g'ijimni sozlaymiz. Qani qo'shdik, o'zimiz portlab ketmaylik yana. Bom! Epik. Yadroviy bomba masof bo'ladi. Qiziq, o'zi nega eski korxona deyishdi? Umuman eskiga o'xshamaydi-ku. Yap-yangi sandiqlari ham bo'sh. Qaysi sandiqqa olmos? La'nati. Bu yerda o'qlarmidi? Mayli, yopilgani ham yaxshilikka bo'lgan chog'i. Men endi tezroq bu yerda Artini topsam. Olmoslar sandiqga mazzabi olmos solaymi endi men bu sandiqchasiga. Hali bitta olmosga Artiga qo'shib 40 ta urug' ham berishmoqchimidi? Xo'sh, Arti qayerda? Umuman olganda men uni qutqarishga kelgandim. Mana bu yerda bir nima yozgan ekan-ku. Qani buni o'qib ko'raylikchi. Begonalar bosmasin. Bizga bosish mumkin emas ekan. Mayli, Arti yaxshi bala edi, lekin bizga mumkin emas-ku. Qoidani buzsang o'lib ketishimiz mumkin. Shuning uchun bosmaymiz. Qoidalar ularni buzish uchun yaratiladi. Pastga tushish kerakmi endi? Qo'rqinchli-ku. Arti meni ko't yo'ldama. Men o'ylaganimdek hamma yerda tuzoqlar bosib yotibdi. Yiqilib tushsam birinchi qiymaga, keyin ovqatga aylanaman. Tushunarli. Maqsad narigi tarafga o'tish, lekin mana bu oddiy parkurga o'xshab ko'rinmayapti. Parkur bo'lganda nega 2 qator? Bu yerda aniq nimadirni yashirishyapti.
Lekin nimani bo'lishi mumkin? Ha, yetib keldi. Menimcha sizlarga ham bu kalmar o'yinidagidaqa. Ya'ni bu toshlarning biri haqiqiy, ikkinchisi esa soxta. Agar bu shunday bo'lsa, oxirigacha borishga 1 yillik omadim ham yetmaydi. Lekin xitoyliklarning sovg'asini ishlatsak-chi? Axir narsalar faqat haqiqiy blokning ustida tura oladi, to'g'rimi? Tekshirib ko'ramiz. Vo, men haqman. Men dahoman, mana bunisi soxta. Xo'sh, endi sekingina hopla qilamiz. Bo'ldi, endi shunday qilib sekin narigi tarafga o'tib olamiz. O'zimni daholigimga hayron qolib ketyapman. Bu safar bunisi yaxshi. Endi bu safar mana bunisi. Adashdim, demak mana bunisi yaxshi. Sakraymiz. Zombilar bugun sizlar meni yeyolmaydiganga o'xshaysizlar. Hop, endi mana bunisi. Topdim, mana shunisi. Menimcha meni omadim bu yerga kelishga bemalol yetardi. Agar mana bu haqiqiy bo'lsa, yo'q, o'lib ketar ekanman. Mayli, sakradik. Oxirgisi qoldi. Sen haqiqiymi? Yo'q, mana bunisi haqiqiy. Muhimi oxirida xato qilmaslik. Tayyor, xayr zombilar. Aftidan bu oxirgi qiynoqxonasiga o'xshab ko'rinmayapti. Xo'sh, buning orqasidan bizni nima kutyapti? Faqat parkur emas. Ha, parkur. Qanchalik parkurni yomon ko'raman. Va har safar parkur, hamma yerda parkur. Bu parkurlar xuddi meni ta'qib qilayotganga o'xshaydi. Bu sariq suv yana nima bo'ldi? Umid qilamanki, kanalizatsiyada emasmiz. Ha, pastga qilish aniq mumkin emas. Unda bittadan yoqqani. Uddaladim. Uddaladim. Artist, seni qutqarish menga qimmatga tushishi mumkin. Bu yoqqa tushib ketsam, biroy cho'milsam ham kamlik qiladi. Bunaqa shishali parkurlarni ko'rgani ko'zim yoqqani. Qiyinidan o'tdik. Endi shunchaki mana bu yerga sakrashimiz kerak. Keyinchi endi nima qilish kerak? Aqldan o'zgamisizlar? Nima men hozir mana bu sizga hozir sakrashim va menda mana bu yoqqa borib qolishim kerakmi? Bu ilojsiz. Buncha balandlikdan sakrab aniq u yerga yetib ola olmayman. Bular nimani o'ylashgan o'zi? Qani? O'xshamadi. O'xshamasligi ham aniq edi-da, lekin shoshmanglar. Agar mana bunday qilsak-chi, agar mana bu yerga chiqsak, hammasi o'xshashi mumkin. Nima uchun? Qaysi aybim uchun? Qaysi gunohlarim uchun? Bu artini hozir qutqaraman-da, keyin o'z qo'llarim bilan o'ldiraman. Endi bu yerda qovurdoq bo'lmasam bo'ldi. Ana u mustahkam eshikka qaraganda bu oxirgi to'siq shekilli. Yaxshi, unda mana bu yerda sakrashga ulgurish kerak. Qani? Hozir mana bo'ldi. Yiqilmadim, yaxshi. Jim, nimanidir gaplashyapti. Bo'ldi, oradan 24 soat o'tib ketdi. Hech kim qidirib kelmaydi shekilli bu bola paqirni. Balki hali u yo'qolganini sezmagandir. Jonga tegdi hammasi. Yaxshisi shunchaki borib olmoslarni o'g'irlayman uni. Bu yerni esa portlatib yubor. Artiga qo'shib. Menimcha shoshilishimiz kerak. Hozir bu yerda portlatamiz. Faqat bu yer emas, bomba o'zimni ham portlatmasa, qani chiqsangchi yo'lchi, hozir men ham portlayman. Boss, mehmonlar kelganga o'xshaydi. Nima, u himoyamizdan qanday o'tdi axir? Sizlarning himoyanglar aqlinglarga to'g'ri proporsional ekan. Endi hammasiga javob